kuniga 50 ming so'mdan to'laysizlar, mashina yo'llaringizga qoladi. Hurmatli obunachilar, kuniga 50 ming so'mdan to'lab mashina minsak bo'ladimi deganlar uchun bo'ladi, faqatgina bizning kanalda bo'ladi. Hozirdan kanalimizga like, podpiska bosib qo'yinglar. Videoni mashinasi yo'q do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Sizlar orqali, mana shu video orqali bitta mashinali bo'lib qoladi. Bosh to'lov 10 million so'm bilan hech qanaqa banksiz Rossiya savdoga kuniga 50 ming so'mdan to'laysizlar, mashina yo'llaringizga qoladi. Oylik to'lov 1 million 500, 1 million 600 dan qilib beramiz. Zato bitta mashinali bo'lib qolasizlar. Holatiga ahamiyat beramiz. 2005-yilda ishlab chiqarilgan Mix Lux bez kondisioner bo'ladi. Mashinamiz hamma joyi zo'r, texnik, motor, ходовой, korobka hamma joyi zo'r. Navorotlar qilingan, faralari LED, 4 dona original karmetal diski, qimmat mягкий 4 dona yangi balon, salon qismlariga kelsak, mikrofon, kolonka, video registrator, chexol, polik hamma narsani yangisidan originaldan qo'yilgan. Orqa tarafdan holatiga kelsak, 65 talik 3-pokoleniya metan gazlarigacha bor. Kuzovlarda melchofga xarajat, dilla xira qiladigan joylari yo'q. Ideal holatda bo'lib turibdi mashinamiz. Umuman kamchilik xarajati yo'q. Kraskasiga kelsak, kraskasining sepilgan joylari bor. Yili eskiroq mashina, lekin 2005-yil bo'lsa ham sostenant juda ham svej holatda bo'lib turibdi. Mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, 34 million so'm narxi. Naqd puli borlarga yanada kelishtirib, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Videoni mashinasi yo'q do'stlarga hozirdan jo'natib qo'yinglar. Sizlar sababchi mana shu video orqali bitta mashina bo'lib qoladi. Oylik to'lov eng kamida 1 million 500, 1 million 600 ming so'mdan qilib beramiz. Yoniga qoladi. Bunaqasi faqatgina bizning kanalda bo'ladi. Hozirdan like, podpiska bosib qo'yinglar. Boshqa joydan izlanib yotmanglar. Quruq reklama bo'lishi mumkin. Bizda realniy narsa qo'yiladi. Realniy narsalar sotiladi. Kelaverasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.